Perlon, Jiber, Mudamay, Dandi. Eng arzonimiz 13 ming so'm. Bu naskiyimiz ekan. Hayitga bunga nimadir qo'shtirishimiz kerak. Ustoz, eng arzon paypog'imiz 13 ming so'm ekanda. Ustoz, hayitga nima qo'shib bera olamiz bunga? Paketda. Ya, paket emas. Manfaatli bo'lsa. Har bittasi. Hop. Oldin internet qo'ymagan narsamiz, ichkin qo'shtiramiz. Bitta Ichkin. paypoq olsa, bitta ichkin plus. 13 ming so'mga naski. Eng arzon narsamiz 13 ming so'm bo'lsa, bitta narsa xarid qilishadi, bitta narsa qo'shamiz. Wow. Aniq. Qaysilarni masalan? Ko'raylik. Ko'rsatamiz. Original narsa bo'lsin-da, u O'zbekiston ishlab chiqarish bo'lmasin-da. Mana qara. Karona, Turkiyada ishlab chiqarilgan ichkinni, buni kiyganlar juda yaxshi bilishadi. Bu tursugimiz xohlaganlarcha razmer rasvetkalar bor. Bittadan o'zidan razmerlarni qo'shib olishadi. Faqat hayit tuhfasi, bitta mahsulot olishadi, bitta bundan qo'shib olishadi. Imbayidagi Xitoy brendlari, pomni. Brendi necha pullik narsa qo'shisiz? Xo'p, bilib ko'raylik. 55 ming so'm ekan chiqarilgan narxi. Bu addushi bitta mahsulot olishgan biz doimgi kelib turgan klientlarimizga bitta plus bo'ladi. Eng arzoni 13 minglik narsa olinsa, AQTR 1 million, 2 million, 3 millionlarga qo'shib beriladi. Har bir mijozimizga bittadan qo'shib beriladi. Sabab buni har bitta mijozimizga yetkazishimiz kerak. U so'm cheklangan. To'g'ri. Shuning uchun bitta misol xarid qilgan mijozimizga paypoq olsam bitta tursi, 1 million mahsulot olsam bitta tursiga qo'shib beramiz. Faqat hayit munosabat bilan. Arafa kuni amal qiladi. Ertadan soat 8 dan boshlab, hayit kuni soat 4 gacha ishlaymiz. Ertalab, Korona tursugimiz va Xitoy tursularimiz shu yerdagini bittadan qo'shib beramiz, faqat 1 kun.